Bir necha kundan keyin Hazreti İsa Kapernaumdagi burun tug'an uyga yana keldi. Uning kelganligi to'g'risidagi xabar taqilish bilanla u yerga shunchalik ko'p odam yig'ildiki, hatto eshik oldidimi puttiqdek yaqamgan edi. Hazreti İsa ularga Xudoning so'zini yetkazayotdi. Shu asnoda uning yeniga palash bir odamni 4 kishi ko'tarib elib keldi. Ular odamning to'llig'idan Hazreti İsa'ning yeniga bora olmay, u ta'lim berayotgan uyning o'zisini teshib, bemorni yotgan o'rin kirpisi bilan Hazreti İsa'ning oldiga tushirdi. Ularning ishonchini ko'rgan Hazreti İsa yilqi polashga, "O'g'lim, sening gunohlaring kechirim qilindi" dedi. Bu yerda o'tirgan ba'zi Tavrat ustozlari ko'nglida bu odam nima uchun mundaq deydi? Bu kufrlik-ku. Xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'q-ku deydi. Ularning nima o'ylayotganligini shu an bilgan Hazreti İsa ularga mundaq dedi. Sizlar buni nima uchun kufrlik deysizlar? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi? Yoki o'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirim qilish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray dedi. Ondan holash kasalga o'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib uyingga qayt deb buyurdi. Yilqi odam o'rnidan dast turib, o'rin ko'rpisini yig'ishtirdi va hammalarning ko'z oldida uydan chiqib ketdi. Hayron qolgan xaloyiq Xudoni madhilishib, "Bundoq ishni azaldan ko'rib boqmagan edik" deydi. Hazreti İsa yana ko'l bo'yi qarab mangdi. Nurg'un kishilar uning atrofiga to'plashib oldi. Hazreti İsa ularga ta'lim berdi. Hazreti İsa yo'ldan o'tib ketib etib, boj yig'ilgan joyda o'tirgan Alfayning o'g'li Laviyni ko'rib, uningga "Menga agashkin" dedi. Lavi o'rnidan turib, uningga agashdi. Keyin Hazreti İsa Lavining uyida mehmondoshchilikda bo'layotganda, taklif qilingan nurg'un bojgirlar va shulardek gunohkor deb qaralgan bir qism kishilarmi Hazreti İsa va uning shogirdlari bilan ham dasturxon bo'ldi. Hazreti İsa'ga agashganlar ichida gunohkor deb qaralgan bu kishilar xeyli ko'p edi. Farisiy dini iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari uni gunohkor deb qaralganlar va bojgirlar bilan bir dasturxonda o'tirganligini ko'rib, shogirdlarga uning bojgir va gunohkorlar bilan bir dasturxonda o'tirgani qanday gap deydi. Buni anglagan Hazreti İsa ularga "Sog'lom odam emas, balki kasal odam tevibga muhtojdir. Men o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas, balki o'zlarining gunohlarini toniydiganlarni chaqirg'ili keldim" dedi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari bilan farisiylar ro'za tutatdi. Ba'zi kishilar Hazreti İsa'ning oldiga kelib, Yahyo payg'ambarning shogirdlari va farisiylar ro'za tutadi. Sizning shogirdlaringiz nemishqa tutmaydi deb so'rashdi. Hazreti İsa javoban mundaq dedi: "To'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofati tutgan chaqda mehmonlar asar chekayotgan odamlardek ro'za tutsa, qandoq bo'lg'ini? Albatta bo'lmaydi. Ammo yigitning ularni elib ketildigan kuni keladi. Ana shu chaqda ular qayg'u hasrat chekkinidan ro'za tutadi. Hech kim koni ko'ngilga kirishib ketadigan yangi raqtdan yamoq samaydi. Unda qilsa, kiyim yuvilganda yangi yamoq kirishib, kiyimni yirtib tashlaydi. Natijada yirtiq texmi yo'g'inab ketadi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni koni tulumga qochilmaydi. Agar unda qilsa, yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yerildi-da, sharobmi, tulummi kodin chiqadi. Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak.
bir dam ilish kuni Hazreti Ayso bug'doyliqdan o'tib ketyotdi. Birga ketayotgan shogirdlari boshoqlarni uzib elib, yeyishga boshildi. Harislar Hazreti Aysoga shogirdlaringiz nemishqa dam ilish kuni chaklangan ishni qiladi deyishdi. Hazreti Ayso ularga Podshoh Davud va uning hamrohlarining och va muhtojlikda qolganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? Bosh ruhoniy avoyatarning vaqtida Podshoh Davud ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan, ham hamrohlariga bergan. Halbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi. Hazreti Ayso ularga yana inson dam ilish kuni uchun emas, dam ilish kuni inson uchun yaratildi. Shuning uchun men inson o'g'li dam ilish kunining egisidirman.